Dilfuza opa, siz oldingizga miyasiniya kasalligi bilan kasallanib kelgan bemorlarni eng esingizda qoladigani bo'lganmi? Ha, bo'lgan. Bir necha yil oldin tojikistonlik bemori katta 100 kilolik katta kishini 4 ta bahaybat erkak ko'tarib kelgan. Shikoyatingiz nima desam, bu odam har oy reanimatsiyaga tushib qoladi. Yuragining yetishmovchiligi, nafas yetishmovchiligi, chayna olmaydi, ovqatda o'zini ko'zini ham ocha olmaydi-da, больницаga tushib qoladi. Больницада reanimatsiyadan sog' chiqadi yana bir oy yaxshi yuradi-da, bir oydan keyin yana shu ahvol qaytariladi. Bu narsa 1 yildan beri davom etib kelyapti deb kelishgan. Biz tekshiruvlar o'tkazganmiz, analizlar qilganmiz, shu miyasiniya kasallikni tekshiruvchi analizlar bor, AXIA deyiladi. Analiz qilganmiz, MSKT ayrisimon bezni, MSKTsini ko'rganmiz. Ko'pincha MSKT qilinadi, ayrisimon bezda o'smalar bo'lishi mumkin miyasiniyada. Va bizning asosiy apparatimiz NMG ga yordam bergan. NMG qilganimizda bizda bu odamda ham ko'z turi miyasiniyani, ham nafas olish turi, xullas generallashgan turiga o'tgan bo'lgan. Buni bizga aniqlashgan NMG apparatimiz yordam bergan. Shunisi qiziqki, bu kasallikning davosi erta bosqichlarda faqat bitta tabletka. Bemorimizga asosiy davolashlardan tashqari shu tabletkani berganimizda, bu bemorimiz sekin-sekin tiklanib, o'zlari shofyor bo'lganlar, ishga tushib ketganlar, sutkali ishlarda bo'lgan, kechqurun bilan ishlab, yana ish faoliyatlarini davom ettirganlar.